yangi qasoskorlar, boshqarilmaydigan qora kuch va Bob. Bularning barchasini bizga Momaqaldiroqlar, ya'ni yangi qasoskorlar filmida ochib berishdi. Bugungi tahlil videoda aynan shu film haqida gaplashamiz. Biz boshladik. Momaqaldiroqlar filmini suratga olish aniq bo'lgach, bu haqida bizga ilk e'lonni 2022-yilning sentyabr oyida bo'lib o'tgan D23 Expo ko'rgazmasida taqdim etishdi. Bu yerda bizga filmdagi asosiy qahramonlarni kimlar o'ynashi va konsepsiyalar bilan bo'lishdi. Bulardan Valentina Allegra, Arvoh, Qizil askar, Yelena Belova, Baki, Taskmaster va AQSh agentlarini ko'rsatishdi. Lekin barchasi kinostudiya o'ylagandek amalga oshgani yo'q. 2023-yildagi Amerika Yozuvchilar uyushmasining ish tashlashi tufayli suratga olish ishlari ortga surildi va vaqtincha filmni suratga olish 2024-yilning dekabr oyi oxirlariga qoldirildi. Ish tashlash tugagandan so'ng ssenariyni qayta ko'rib chiqishga muvaffaq bo'lishdi. Ish tashlash tugaguniga qadar ssenaristlar ssenariyni qayta ko'rib chiqishdi va o'zgartirishlar amalga oshirildi. O'zgartirishlarning asosiy sababi esa so'nggi Marvel filmlari tomoshabinlarni katta ekranlarga jalb qila olmasligi. Film rejissorining aytishi bo'yicha ssenariydagi eng kutilmagan o'zgarish bu Taskmasterning film boshidanoq o'ldirib yuborilishi. Gap shundaki, filmdagi Yelena va Bobning xarakterini ochib berish uchun rejissor so'nggi pallada Taskmasterni film boshidanoq o'ldirishni taklif qilgan va bu amalga oshdi. Shov-shuvli ish tashlash tugab, ssenariy qayta ko'rib chiqilgandan so'ng ham ushbu film yana bir muammoga duch keldi. Ya'ni filmning asosiy antagonist anti-qahramoni Sentry rolini ijro etishi kerak bo'lgan Yuen filmni tark etishga qaror qildi. Marvel tezda kasting jarayonlarini uyushtirib, filmdagi Sentry roliga asosiy nomzodlarni ko'rib chiqishi kerak bo'ldi. Va shunda oldin ham Marvel kastinglarida ishtirok etgan Lars Bulven bu rolga loyiq ko'rilib, uni Sentry rolida bizga ko'rsatishdi. Film ish tashlash, aktyorlar tarkibi o'zgarishi va suratga olish qiyinchiliklariga qaramay davom etdi. Film rejissori montaj effektlaridan haqiqiy ekstremal sharoitni loyiq ko'rib, dunyodagi eng baland ikkinchi binodan Yelena Belova, ya'ni Florence Pugh sakrashini xohladi. Lekin bunga Marvel boshida qarshi chiqdi. Lekin Florence Pugh'ning o'zi rejissor bilan kelishgan holda Marvel direktori Kevin Feige'ga xat yozib, bu binodan o'zi sakrashi naqadar muhimligini tushuntirdi va barcha ehtiyot choralarini ko'rgan holda Florence Pugh dunyodagi eng baland ikkinchi binodan o'zi sakradi. Rejissorning fikricha, bu maxsus effektlarsiz tomoshabinlarni jalb qila oladigan juda muhim masala bo'lib, bu Marvelning so'nggi filmlarda yetishmayotgan narsa. Ya'ni filmlarni faqatgina maxsus effektlar bilan emas, jonli ekstremal harakatlar bilan boyitishdir. Filmning suratga olish ishlari qachon tugashi ma'lum bo'lgach, Momaqaldiroqlar filmi Fantastik to'rtlik ilk qadamlar filmidan premyera kuni bo'yicha oldinga surildi va katta ekranlarda premyerasi kutilayotgan Momaqaldiroqlar filmi 2025-yilning may oyiga belgilandi. Filmning xronologiyasi anti-qahramon, ya'ni Bobning atrofida aylanadi. Bob o'zining ichki egosi bilan kurashuvi, ishonchsizlik va muvaffaqiyatsiz o'tgan tajribalar bosimi ostida qoladi. Filmdagi asosiy yuz Valentina Allegra bu vaqtga kelib AQShdagi muhim siyosiy shaxsga aylanishidan oldin qora tarixidagi birga ishlagan insonlarni o'ldirmoqchi bo'ladi. Eski qasoskorlar binosini sotib olgan Valentina birga ishlagan qotillarini u yerga jamlab o'ldirmoqchi bo'ladi. Yelena Belova, Ruh, AQSh agenti, Taskmaster bularni bir yerga yig'ib, ularni o'zaro jang paytida portlatib yubormoqchi bo'ladi. Bizning Bob ham aynan o'sha yerda qahramonlarimiz bilan tanishadi. Barchasi Valentina o'ylaganidek amalga oshmagandan so'ng, ular Bobni ham o'zlari bilan birga olib ketishadi. Valentina rejasi chippakka chiqqanidan xabar topib, nima qilishini o'ylayotgan bir vaqtda, u qachonlardir sinov tajribalari muvaffaqiyatsiz o'tgan Bobni uchratib qoladi. Chunki bu sinov tajribalari ortidan Bob tirik qolishi mumkin emas edi. Bob, ya'ni Sentry obrazi Marvel komikslarida 10,000 quyosh kuchiga ega bo'lgan qahramon bo'lgan. Valentina bu omadsiz tajribani amalga oshirganini bilib, Bobni, ya'ni Sentryni o'z tomoniga og'dirmoqchi bo'ladi. Qahramonlarimizga qochishda yordam bergan Bob ussiz holda Valentina tomonidan olib ketiladi. Bu vaqtda mamlakatda nufuzli maqomga ega bo'lgan Baki, Yelena, Qizil askar, Arvoh va AQSh agentini asirga oladi. Bu orqali ularni hayotini saqlab qolgan holda qonuniy chora ko'rishga urinib ko'radi. Lekin Valentina qo'li ostida ishlaydigan josus Bakiga omadsiz
tajriba asosida yaratilgan super qahramon haqida aytib beradi va balki barchani birlashtirib Valentina Allegraga qarshi chiqishga undaydi. Shunda bizning jamoa, ya'ni momaqaldiroqlar paydo bo'ladi. Allegra bu vaqtga kelib Bobning ishonchiga kirib, u o'z kuchini qanday boshqarishni o'rgatadi va unga maxsus kiyimni ham taklif qiladi. Qasoskorlarning eski binosiga bostirib kirgan qahramonlarimiz qanchalik kuchli bo'lmasin, Ventri bilan jangda mag'lub bo'lishadi. Bu kuchlarga ega bo'lib, barchasini tushunib yetgan Bob Valentinaga quloq solish qanchalik noto'g'ri ekanligini tushunadi. Lekin Valentina buni oldini olgan holda Bobning kiyimidagi uxlatuvchi bombani ishga tushiradi va uni uxlatib qo'yishadi. Lekin bu vaqt ichida omadsiz tajribada yana bir uning yashirin xislati, ya'ni ichki egosi uyg'onadi. Bu ego bolalikdagi ruhiy zarbalar, giyohvandlik va uzoq yillik depressiyalardan paydo bo'lgan bo'ladi va u Voidga aylanadi. Void bu kuchli qorong'u kuch va Sentrining ichki egosi bo'lib, u butun shaharni yo'q qila boshlaydi. Odamlarni shunchaki soyaga aylantirib qo'yish, bir qo'l silkishi orqali butun shaharni zulmatga aylantirib qo'yishi mumkin edi. Nimalar bo'layotganini tushunishga harakat qilayotgan qahramonlarimiz insonlarga yordam berishga oshiqishadi, lekin qo'llaridan deyarli hech narsa kelmaydi. Shunda Yelena Belova Bobga qanday yordam berish kerakligini tushunadi va Yelena otasining qarshiligiga qaramay zulmat tomon kirib ketadi. U avvaliga Bobni qutqarish uchun o'tmishdagi o'zini yengishi kerak bo'ladi. Bobni topgan Yelena Belova bir o'zi bu yerdan uni qutqarib chiqa olmasligini tushunadi. Shunda bizning momaqaldiroqlar ham matga kirib, ularni qutqarishda yordam beradi. Zulmat, ya'ni Void vaziyatni qo'lga olish uchun ularni bir yerda jamlab o'ldirmoqchi bo'ladi. Bu yerda esa Bob o'zi bilan, ya'ni Void bilan jang qiladi. Bu holatda uzoq davom etmasligini anglagan Yelena Bobni to'xtatish uchun u tomonga yugurib, unga "Sen yolg'iz emassan, biz sen bilan" deb aytadi. Shu paytda barcha jamoa a'zolari birlashib Bobni zulmat changalidan olib chiqishadi. Tariqa Bobning ichki egosi Void joyiga tushib, Bob yana asl holatiga qaytadi. Shu bilan birga odamlar ham shaharga qaytishadi. Javobgarlikdan qochishni yo'lini topgan Valentina bir guruh jurnalistlarni to'plab, qaldiroqlarni ortidan ergashtirib, ularni yangi qasoskorlar sifatida ommaga tanishtiradi. Shu tariqa bizga filmning boshidanoq momaqaldiroqlar yulduzchasida qanday ma'no bor ekanligini ko'rsatishadi. Filmning ikkinchi, ya'ni yangi qasoskorlar nomi odamlar orasida turli xil sharhlarga ega bo'ldi. Bir guruhi bu shunchaki Marvelning yangi filmi deyishsa, boshqa bir guruh sharhlovchi insonlar bu Marvelning eng yaxshi filmlaridan biri etib e'tirof etishdi. Mening fikrimcha, film boshqa Marvel filmlaridan ajralib turadi. Rostdan ham hech qanday qo'shimcha suratga olish ishlari va jang sahnalarisiz film oldingi Marvel filmlaridan yaxshiroq chiqqan. Filmning titrlaridan keyingi sahnasiga keladigan bo'lsak, buni shaxsan Akuka Rustolar suratga olishdi. U yerda bizga yangi qasoskorlar binosini, a'zolar nima bilan mashg'ul ekanligi va samodan yangi kelayotgan mehmonlarni ko'rsatishdi. Bu mehmonlar esa koinotda o'z kemalarida uchib kelayotgan fantastik to'rtlik edi. Filmning budjetiga keladigan bo'lsak, 180 million dollarni tashkil etadi va bu film kasti yig'imlari bo'yicha ajratilgan budjetdan kamida 2 barobar ko'proq yig'ishga muvofiq bo'lishi kerakligini anglatadi. Deyarli barcha filmlarda film ajratilgan budjetdan kamida 2 barobar ko'proq mablag' ishlab topishi bu omadli film ekanligini yaqqol misoli bo'la oladi. Hozirgi vaqtga kelib, Momaqaldiroqlar yangi qasoskorlar filmi 360 million dollardan ko'proq mablag' yig'a oldi. Filmni ko'rmaganlar ushbu filmni albatta ko'ring. Ko'rganlar esa video ostida o'z fikringizni yozib, videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib, qo'ng'iroqcha tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Biz bilan bo'ling, ko'rishguncha.